bu narsani qilishdan to'xtashingiz kerak. Meni hozir onalar juda ham yaxshi tushunadi. Agarda onaga farzandi haqida voy hali ham gapirmayaptimi, voy hali ham pampersda yuribdimi, voy hali ham bolani bo'yi shunaqami, sochi shunaqami degan gaplarni gapirsa, любой ona xafa bo'lishni boshlaydi. Chunki ona uchun uni farzandi yagona. Uni farzandi dunyodagi eng zo'r bolakay. Chunki ona uni uchun jonini, qalbini, yuragini, vaqtini, erkinligini, hamma narsasini bag'ishlaydi. Farzandini baxtli, quvonchli va normal holatda ko'rishni istaydi. Va ona uchun og'riqli chetdan turib kimdir uni tanqid qiladigan bo'lsa. Shuning uchun bilingki, ona uchun bunaqa tanqidli gaplar juda ham og'riqli bo'ladi va shaxsiy chegarasini buzganligi uchun ham u kayfiyati tushib ketadi va xavotirga tushib qoladi. Turib bolam rostdan yaxshi gapirmayaptimikan deydi va bu ketidan ayb hissini uyg'otishni boshlaydi. Bir insonga psixologik bosim o'tkazmaslik uchun iloji boricha boshqalarning farzandiga nisbatan bunaqa negativ fikrlar va tanqidiy gaplarni gapirmay qo'ya qoling.